Hürmetli vatandaşlarımızın ahırkısı. Amerika alimleri Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabatini qabul qilmasligi to'g'risida taklif berdi. Mavzuli xabar 9-oyning 10-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Jungoning raisi Xi Jinping 9-oyning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi. Qiyoslarga asoslanganda Jungo taraf yangi tipli cho'ng davlatlar munosabatini qayta ta'kidlaydi ekan. Lekin Amerika olimlari chaqiriq qilib, Prezident Obama hukumatining Jungoliklar o'tirib qo'ygan yangi tipli cho'ng davlatlar munosabati hukmini qabul qilmasligini murojaat qildi. Bu olimlar yana mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika aslidagi cho'ng davlat bilan yangidan bosh ko'targan davlat cho'qim urush qiladi deydigan qiltaqqa tushib qolmaydi. Jungo Amerika ikki davlat cho'ng davlat bilan yangidan bosh ko'targan davlat cho'qim urush qiladi deydigan qiltaqqa tushib qolmaydi. Yana bir olim mundaq hisobladi. Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatlar vaziyatining o'zgarishidan qaraganda, Rais Xi Jinpingning bu qatimqi ziyorati jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni o'z mayliga qo'yib etmaydi. Yani bir olim mundaq dedi. Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatlar vaziyatining o'zgarishidan qaraganda, Rais Xi Jinpingning bu qatimqi ziyorati jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungoni o'z mayliga qo'yib etmaydi. Rais Xi Jinping Amerikani ziyorat qilishning harpisida Amerika mutaxassislari Prezident Obama hukumati Jungoning so'zi o'yini qiltiqiga tushib qolmasligi kerak. Yangicha davlatlar munosabati iborasi hukmini qabul qilmasligi kerak deyishdi. Amerika Dengiz Armiyasi Harbiy ishlar instituti Jungo dengiz ishlari tadqiqot ordining tadqiqotchisi Andrew Erikson efendi, Xi Jinping, Doktor Andrew Erikson efendi, Xi Jinping Amerikani ziyorat qilganda Amerika avval ikki so'z, ikki iborani oydinlashtirib olish kerak. Avval bizning uchurimiz ikki cho'ng davlat urush qiladi deydigan hukmni ishlatmaydigan va shundaqla ikkinchi yangi tipli cho'ng davlatlar munosabati deydigan hukmni ishlatmaydigan uchurimizni oydinlashtirib elishimiz kerak deb ko'rsatdi. Doktor Erikson efendi yana mundaq ko'rsatdi. Agar biz Jungoning yangi cho'ng davlatlar munosabati deydigan iltimosini qabul qiladigan bo'lsak, tashqi dunyoda kishilar Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning muhim maydoniga yo'l qo'ydi. Shu orqali Jungo texnik ko'p talablarni o'ttirib qo'yishga ilhom berdi deydi, Amerikani tanqidlaydi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama oshkora bir so'rinda hozirgacha yangi tipli cho'ng davlatlar munosabati deydigan bu hukmni qabul qilgan emas. Ilova cho'ng davlatlar munosabati qarshilashmaslik, to'qinishmaslik, Kompartiyaning hukmronligini yoki rahbarligini Amerika Qo'shma Shtatlari hurmat qilish. Bu cho'ng tipli davlatlar munosabati, yangicha cho'ng davlatlar munosabati degan Jungolik tashabbus qilgan masala mana mushular. Ya'ni uning davomini anglang. Jungoning jonajon manfaatini Amerika Qo'shma Shtatlari hurmat qilish. Ya'ni Jungoning jonajon manfaati nima? Tayvan, Tibet, Xinjiang, Janubiy dengizga egilik huquq yurgizish talablarini Amerika Qo'shma Shtatlarining hurmat qilishini talab qilish mana bu Jungocha o'ttirib qo'yilgan tashabbus, ya'ni yangi tipli cho'ng davlatlar munosabati degan tashabbusdir. Endilikda Amerika olimlari yuqorida ko'rsatgandek, bu qatam Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilganda hargiz Jungoliklar o'ttirib qo'ygan tashabbusni Prezident Obama hukumati qabul qilmasligi kerak deb murojaat e'lon qildi.